Xitoy rejimining yaqinqi mezgillarda Taylanddagi Uyg'urlarni qaytarib ketishga uringanligi oshkorlangan bo'lib, kishilik huquq tashkilotlari Tayland doiralarini 8 yildan beri Taylandda tutib turilayotgan 50 necha Uyg'urni Xitoyga qaytarib bermaslikka chaqirdi. Amerika ovozining xabarida bildirishicha, navbatda 50 dan ortiq Uyg'ur Tayland ko'chmanlar idorasining tutib turish o'rinlarida turayotgan bo'lib, ularning ko'pinchisi 2014-yildan beri Taylandda tutib turilmoqda ekan. Taylanddagi Xalq huquqi fondi boshchiligidagi 10 necha kishilik huquq tashkiloti 15-iyun Tayland parlamentining Tuvan palatasiga murojaatnoma sunib, parlamentdan tutqun qilingan Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib etishdan saqlanish uchun zarur tadbir qo'llanishni talab qilgan. Hong Kongning Xitoyga o'tkazib berilganligi 25 yil bo'lgan 1-iyun kunida Amerika va Angliya Xitoyning Hong Kongdagi siyosatlarini tanqid qildi. Angliya bosh vaziri Boris Johnson bu munosabat bilan e'lon qilgan uchurida Angliyaning Xitoyning Hong Kong xalqi Hong Kongni boshqarish siyosatini o'z ichiga olgan va'dasiga amal qilishni davomli kafolatga ega qiladiganligini aytdi. Johnson Xitoyning 1984-yil imzolangan Angliya Xitoy birlashma xitobnomasidagi va'dasiga xiloflik qilishga boshlaganligini, Hong Kong xalqining huquqi va erkinligiga tahdid solganligini ta'kidladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Avstraliya bosh ministri Anthony Albanese Parijda ko'rishib, AUKUS kelishimi keltirib chiqargan jiddiylikni tuzatish va ikki davlat munosabatida yangi sahifa ichish irodasini e'lon qildi. Avstraliya 2016-yili Fransiya dengiz armiyasi guruhi bilan 12 dona dizel elektronlik suvosti paraxodi yasash uchun 90 milliard Avstraliya dollarlik to'xtam imzolangan bo'lib, Avstraliya 2021-yil 9-oyda bu to'xtamdan voz kechgan hamda Angliya va Amerika bilan AUKUS deb ataladigan mudofaa kelishimi imzolangan edi. Avstraliya 2021-yil 9-oyda bu to'xtamdan voz kechgan hamda Angliya va Amerika bilan AUKUS deb ataladigan mudofaa kelishimi imzolagan edi. Ma'lum bo'lishicha, bir Xitoy ayol 10 yildan buyon Wikipedia'ga to'qilma uchurlarni qo'shgan. O Xitoy ayol Rossiya tarixini o'z xiyoli bo'yicha qayta yozgan. Gmail taxallusini ishlatgan bu Xitoy ayol Rossiya tarixida ko'rilib boqmagan voqealarni o'ydirib chiqargan. Ahvol aydınlaşgandan keyin 200 dan ortiq to'qilma maqola e'lon qilganligi oshkorlangan bu ayolning Wikipedia'da hisobi taqdim etildi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi 5 burchaklik bino Ukrainani ilg'or havo mudofaa sistemasini o'z ichiga olgan 820 million dollarlik bexatarlik yordami bilan ta'minlaydiganligini e'lon qildi. Sharq Turkiston jamiyati Turkiyadagi ota-onalari vatanni qilib qolgan yetim bolalarning yiqilib kelayotgan qurboniyatini xushal-xuram o'tkazish uchun 2022-yil 6-oyning 30-kuni Safakoy rayonidagi Armoniya Farik Soda sarayida yetlik kiyim-kechak hadiya faoliyati bo'ldi. Bu faoliyatga 120 dan ortiq Sharq Turkistonlik yetim bolalar oilasi qatnashgan bo'lib, har bir oilaga 600 lira qimmatidagi kiyim-kechak qurboniyatlik hadiya sifatida elib berildi. Bu faoliyatdan ta'sirlangan yetim bolalar va oila tavobatlari o'zlarining nihoyatda xursand bo'lganligini ifodaladi hamda Turkiyadagi va Germaniyadagi bu yordamni evatgan barliq yordamsevar qarindoshlarga chin ko'nglidan rahmatini bildirdi.